Qizlar mana pardani ilib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Tagigacha ko'rishingiz mumkin. Mana. Burchi chiqarilgan. Xuddi o'sha holat mana bunaqa bilinmayapti. Endi buni nima qilamiz? Tepaga qaraydigan bo'lsak, mana hozir bu yerda 5-skladkadan 1 2 3 4 5 mana 5-skladkani o'rtasidan to'g'ridan olib borib, mana bu bo'limzani mana bu stopi bor. Shuni stopga qotiriladi. Mana bu narsa bilan to'g'rilab, dedi 30, 40 yoki 50 santimetrga mo'ljallab mana shuni qotiramiz-da. Buni razmerga to'g'rilab, uyi qomatidan kelib chiqqan holatda ilamiz. Hozir buni o'lchab ko'rib, keyin ilamiz. Qizlar 50 santimetr belgilab oldim. Uyning qomatidan, razmeridan kelib chiqqan holatda belgilab, shu joydan buvonni qo'ydim. Qizlar, sizlarga zo'r life hack, faqat kim qanaqa qiladi bilmayman. Mana bu narsani bilasizlar, Xo'stavarda sotiladi. Mana ovozini ham eshitayotgan bo'lsanglar. Xullas, bu qotiriladi mana, stop. Mana shu narsadan foydalandik. Mana shu joyda. Unaqa bilinmayapti, lekin xiyol bilindi mana. Shundoq qotirib qo'ydik. Ko'ringlar qani, agar yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yasizlar. Qizlar, mana tayyor bo'ldi pardalarimiz. Mana tayyor bo'ldi. Cho'llarimiz gullari ham juda chiroyli tushdi. Mana aytganimdek, o'rgatganimdek hamma narsani to'liq ko'rsatdim. Hech qanaqa bu yerda sir, asror yo'q. Boricha hammasini ko'rsatdim. Xudo xolisi ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Agar yoqqan bo'lsa, duo qilib qo'yinglar. Xudo xolisi. Bundan-da zo'r pardalarimizni video darslik qilib chiqaramiz, xudo xolisi. Aytgancha uy balandligiga 10 cm qo'shib olingan. Qo'ldan kelgancha videolarimizni to'liq olishga harakat qildik. Kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Sizga video darsligimiz yoqgan bo'lsa, Gulxan pardalariga obuna bo'lib qo'ying.